5 noyabr o'tkazilgan 2024 yillik Amerika prezidentlik saylamida Jamhuriyatchilar partiyasining prezident nomzodi Donald Trump mutlaq ustunlik bilan o'tib chiqdi. Birlashma agentligining xabariga qaraganda, Donald Trumpning Amerika prezident saylamining natijasiga ta'sir ko'rsatadigan hal qilguvchi shtatlarda ustunlikni egallashi bilan prezident bo'lib saylanib chiqishga zarur bo'lgan 270 saylam belti qo'lga keltirilgan. Amerikaning 45-navbatlik prezidenti bo'lgan 2020 yillik saylamdagi mag'lubiyatidan keyin qaytadan saylamga qatnashib g'alaba qilgan sobiq prezident Donald Trump Amerika tarixida yangilik yaratgan prezidentlarning biri bo'lib qoldi. Donald Trumpning saylamdagi g'alabasi jazmlashga boshlagan dastlabki minutlarda u Florida shtatida so'z qilib, saylovchilarga rahmat aytdi. There ain't no doubt I love this land. God bless the USA. Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this incredible movement. O saylamdagi g'alabasini Amerika tarixidagi eng chong siyosiy harakat deb atadi. O mundaq dedi: "Biz bir tarix yaratdik. Mumkin emas deb qaralgan to'salg'ularni yengdik." Donald Trump bu qitimliq saylam natijasining Amerika tarixida yangidan oltin davr yaratadiganligini ta'kidladi. O Amerikaliklarga mundaq deb xitob qildi: "Men siz oilangiz va kelgusingiz uchun kurash qilaman. Sizlar uchun kurash qilishdan bir kunmi to'xtab qolmayman. Oxirgi nafsimgacha ko'rishimni davomlashtiraman. Men Amerikani biz va bizning kelgusi avlodlarimizga loyiq bo'lgan kuchli, bexatar va bayoshat qilib chiqmoqcha to'xtamayman." U yana mundaq dedi: "Bu haqiqatan Amerikaning oltin davri bo'ladi. Mana bu bizda bo'lishga tegishli narsa. Bu bizga Amerikani qaytadan büyük davlat qilib chiqish fursati bergan Amerikaliklarning g'oyat zo'r g'alabasi. Behind us, it's time to unite. They came from all corners, union, non-union, African American, Hispanic American, Asian American, Arab American, Muslim American. We had everybody and it was beautiful. It was Donald Trump Amerika saylamida hal qilguvchi rol o'ynaydigan Shimoliy Karolina, Georgia, Pensilvaniya va Wisconsin shtatlarida g'alaba qilgan bo'lib, uning qo'llag'uvchilarining texi bilan sanash davom qilayotgan Arizona va Michigan qatorliq shtatlardami oldida mengayotganligi ma'lum. Jamhuriyatchilar partiyasi bu qitimliq Amerika prezidentlik saylamida o'tib qolmasdan, balki yana Amerika Kengash palatasidami 52 o'ringa erishib, ustunlikni egalladi. Bu natijaning Trump yaqin kelgusida Oq saroyga kirgandan keyin uning zo'r siyosiy qarorlarni elishi va ijro qilishini zo'r darajada osonlashtirganligi mo'ljallanmoqda.